Bilasanmi, hayot degani kinoteatrga kirib film boshlanganini kech bilgan odamga o'xshaydi. Hammani kulayotganini ko'rasan, lekin sen hali syujetni tushunmayapsan. Keyin o'ylaysan, ha, balki reklama bo'lsa kerak. Yo'q, bu sening hayoting bo'ladi. Biz hammamiz bu filmda aktyormiz, lekin ssenariyni hech kim o'qimagan. Eng kulgili joyi ba'zilar o'zini bosh rol deb o'ylaydi. Aslida ular fon orqasida yuradigan odamlar. Hayotda pauza tugmasi yo'q. Revind esa faqat pushaymonlarda bor. Ammo bilasanmi, eng qiziq joyi shunda, har kimning sahnasi o'ziga yarasha. Kimdir kuladi, kimdir yig'laydi, lekin hammasi yakunda qarsaklar bilan yakun topdi deb umid qiladi. Shuning uchun men endi har tong uyg'onaman-da o'zimga deyman: bugun filmni komediyaga aylantiramiz.